Qadrli kitap anlamış dostlar. Bugün Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 15. mavzunu okuyumuz. Qoluq olan kitapta bolsun. Kalender Qarnaqi aytqan köhök dönglikinin etikide böğrünü yüzüge niqab tartib olgan bir adam kütüp oldu da jilg'i bo'yidagi yangaqliq tarafga boshlab ketdi. Lekin o yangaqliqqa yetib bormayla allaqanini og'ziga tutib, qog'idek qoq qoq qildi. Yangaqliqdimi darhol qoq qoq qilgan ovoz anglandi-da, 3 nafar otliq ko'rindi. Otliqlar bo'rini qurishib olib, yangaqliqning orqasidagi o'ymonliqqa boshlab tushdi. O'ymonliqda Qalandar Qarnaqi Gulxon yonida isinib o'ltiradi. Bu qatim Qalandar uni ochiq chiroy bilan qarshi oldi. Hatto uni "Bo'rami demay, "Xo'sh kelibsiz yasovul beshi" deb yenidan o'rin ko'rsatdi. Bo'ra Qalandarning yonidagi xarsang toshda zo'ngziyib o'ltirdi. Yarim kechada cho'nqur o'ymonliqda Gulxon yiqib o'ltirgan divi sifat Qalandar va o'zini qurishib olgan niqobliq kishilar bo'raga yo'l to'sar qaroqchilardek ko'rinib ketdi-da, yuragi jig'i qilib qoldi. Qalandar uningga chilim tutib, "Xo'sh, nima xo'sh xabar elib kelding? Desangchi yasovul" dedi. Bo'ra xo'sh xabar emas, shum xabar elib kelganligini o'ylab, tipirlab qoldi. "So'zlar yasovul" dedi Qalandar. Burkutning changilidek qo'llari bilan uning tizini siqib. Bo'ra qo'rqib gapni Mavloni Mo'yiddindan boshladi. Lekin u texi so'zini tugatmayla Qalandar o'rnidan turib ketdi. Gap xuddi Mavloni Mo'yiddin ustida emas, o'zi to'g'risida bo'layotgandek qattiq afsuslangan holda "Astag'firulloh, astag'firulloh" deb qo'ydi. Oxir maydonsizlik qildi-da, uningdek olimning holiga voy. O Gulxonni bir aylanib chiqib, bo'rining udulida to'xtadi va qapqini silib, "Xo'sh" dedi. "Ali qushchining ahvoli qandoq? Uni qutqizishning amali tepildimi? To'sh ketishning chorasi bormikan? Pamlab ko'rdingmi?" "Pamlab ko'rdim, Qalandar. To'sh ketishning amali yo'q ekan. Chunki zindon ko'ksaroyning ostida, tomlari mustahkam. Aplashib qolsa bir amal bor. Amir jandarni qo'lga keltirish kerak." "Amirni qo'lga keltirgili bo'lamdi? Kamina uni sinab ko'rdim." "Xo'sh." "Amir shahzodadan norozi. Pamlashimcha shahzoda Amir jandarga, Amir shahzodaga ishonmaydi." Qalandar zaharxandalik bilan kuldi. "İnşallah deginingdek bo'lsin. Mehribon ustozning yaxshiligiga mislsiz yomonlik qilgan edi bu Amir. Kimiki yaxshilikqa yomonlik qilsa, yomonlikqa o'ziga qaytadi. Uni qo'lga keltirish zarur bo'lsa, darhol qo'lga keltirish kerak." Bo'ra Gulxon sho'lasida ko'zlarini o'ynatib, yijib qo'ydi. "To'g'ri, qo'lga keltirish kerak. Biroq Amir Sultan Jandar Tarxonning narxi Peqirning narxidan ustun." Qalandar qo'lini silkidi. "He, mug'ambar, ish bitsin bas. Og'zingga patqinni olasan." "Belli. Ammo oltin deb ming qatim degandan uni bir qatim ko'rgan yaxshidir, darvish." Qalandar Qarnaqi ochiqlab g'udung'shidi-da, belvig'idan 5-6 tillani elib, bo'rining oyog'iga tashladi. Toshqa tekkan tillalar qorong'uda taranglab dugalab ketdi. Bo'ra oldirab tinab tillalarni yig'ishtirib olib, qo'yniga solg'ach, Qalandarga qarab ko'zini qisdi. "Sana deyman, yeni bir gapim bor, Qalandar." "Nima gap? Yaxshilikmi?" Bo'ra Gulxon atrofida o'ltirganlarga gumon bilan qaradi. "Bu gapni yolg'iz sana aytishim kerak."
Kalender beparvolik bilan kuldi. Bu yigitlarga o'zimga ishongandek ishinaman. Bo'ra gapingni da'vakin. Bo'ra mo'risini qisdi. Mavlona Muhiddinning Amir İbrahim Bey'ning o'g'liga nikohlab bergan bir qizi bor edi. Bu go'zallikda olamga mashhur. Qarnoqi taqatsizlanib, "Davargin olg'ay" deb varqirab tashladi. Seningmi xabaring bor. Rahmatli shahzoda Abdulaziz Amir İbrahim Bey'ning o'g'lini o'ltirib, bu Nazininni o'z harimiga akirib olgan edi. Kalender uning yoqasini bo'g'ib o'rnidan turg'izdi. Azmili qilmay, tez so'zla iflos. Gapning poskalisi shu, dedi Bo'ra g'udunshib. Bu gul ruxsar Nazininga Mirza Abdulatif kuyib qatdi. Xurshida Banuni nerede ko'ribdi bu qanxo'r? Him. Yaqamni qo'yvat darvish. Bo'ra Kalenderning qo'lidan aran bo'shinib bo'ynini sildi. O Guljamalga shahzoda kuyib qolsa, men bechorada nima gunoh bor? Nerede ko'ribdi deb hayron qilishning nima hojati? O ko'rmagan bo'lsa, ta'rifini qilib berganlar bordi, darvish. Sana o'xshash yaloqchilar, xo'sh, so'zla. Muddaosi nima ekan shahzodaning? Muddaosi onu haremge elib girip ko'ngil ichish. Og'zingni yum, hey quzg'on. Kalender beshini tutib asta tevrandi. Qachon? Buni ehtimal faqat Amir jandarli bildi xolos. Kalender beshini changallig'icha jim bo'lib qoldi. Jim bo'lib qoldi. O'ttirdagi Gulxonning g'uva sho'lisida uning saqal basqan uzunchaq yuzi, bir nuqtaga tikilgan ko'zlari va butun qiyofati qandoqdir qo'rqinchli. Go'yo hozirla o'rnidan sakrab turib, hamma yoqni o'ngtay-to'ngtay qilib tashlaydigandek tuyuladi. Qalpoqlarini qoshlarigacha chumkab kiyib, Gulxon atrofida o'ltirgan yigitlarmi jimib qolgan bo'lib, hech kimdan sado chiqmaydi. Bo'ra bu yigitlarga tikilib qarg'usi, ularni to'nib olg'usi kelsa-mu, undaq qilishdan qo'rqatdi. Kalender beshidagi quloqni elib qattiq siqimladi. İnsofning nimaligini bilmaydigan shahvoni xalqon. Harimingdagi nazarband qilingan kenizaklar, rishtisiz bog'langan baxti qara parizatlar yetishmasmi? Yani kelib, onun birdan bir umidi, ko'zining nuri, ko'nglining guliga ko'z tashlabsan taxi. Qalbida pilildab turgan oxirgi nurni o'chirib, uni barliqidan judo qilmoqchimisan? Senda insof, adolat degan narsa bormi? Hey iflos! Kalender to'satdan chachrab o'rnidan turdi. Sana deydigan bir gapim bor, Bo'ra. Qanchalik oltin kerak qilsang, sendan aymayman. Mavlona Ali qushini qutqizishning amalini izlab ko'rgaysan. Ancha-mancha tamoq berib turishning chorasini topqaysan. Bu ishda menga deydigan gaping bo'lsa, mana bu yigitlar vositachi bo'ladi. Kalender chettirek o'ltirgan Bazg'anbekka ishorat qildi. Qachon, qayerda uchrashishni deyishvedinglar. Kalender shundoq dedi-da, ketdiq degan ma'nida qo'l ishorati qilib, qon turuqliq otlar tarafga burildi. Qadrli kitob tanishuvchi do'stlar, 15-mavzu tugidi, 16-mavzuda ko'rishishga omon bo'linglar, rahmat.